Bambi bolani videosini bitta ko'ring. Shunaqa ham video tayyorlaydi. Shu 3 ta narsani bilmaganingiz uchun aniq banfer olishda aldanib qolishingiz mumkin. Bu 3-chisini bilib olsangiz, zavod banfer bilan sex banferni qanday farqlashni o'rganib olasiz. Oldimda 2 xil banfer turibdi. Buni bittasi zavod, bittasi sex. Shuni farqini aytaman. Ungacha videoga like bosib, 900 hafta zapchasiga obuna bo'ling. Birinchi farqi, brendda tushirilgan upakovka bo'ladi Uskaramda, sexnikida bu narsa bo'lmaydi. Ikkinchi farqi, zazorlarida Uskaramniki sillig'i bo'ladi, sexnikida vannalari bo'ladi. Videoda maqsadimiz sex banferni yomonlash emas, ba'zida sex banferlar ham zavod banferlardan ko'ra tiniq chiqadi. Ba'zi bir sotuvchilar bor, sex banferni original deb sotib pulini olishadi. Bizning maqsadimiz klientlarimiz aldanib qolmasligi. Uchinchi, oson va asosiy farqi, zavod banferda ichida Uskaram pechati bo'ladi. Shu pechat orqali siz zavod yoki sexligini ajrata olsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz.